Endi bugungi darsimizda string bilan ishlashni o'rganamiz. Boshlanishiga string e'lon qilishdan o'rganishdan boshlaymiz. Misol uchun let yozamiz. Ism 2 nuqta string teng salom. Stringli ma'lumot har doim ikkitali qo'sh tirnoq ichiga solamiz. Salom degan stringni yozdim. Endi yana bitta string yozamiz. var salom nomi shunaqa. Endi bugungi stringimiz qo'sh tirnoq ichida salom dunyo. Ikkita string yozdim, ikkita string e'lon qildim. Bittasi letda, bittasi varda. Let o'zgarmas, o'zgartirib bo'lmaydi. Bu stringimizda varda bo'lsa o'zgartirsa bo'ladi. Endi ikkita stringni birlashtirishni o'rganamiz. Stringni birlashtirish. Concentration degani. Stringni birlashtiramiz endi bunisida. Misol uchun let ism 2 nuqta qilmasdan o'tib ketaveramiz. O'zi avtomatik kompyuter biladi stringligini. Shunaqa qilib yozib ketsak ham. Asad deylik. Birinchi o'zgarmasimiz nomini. Hozir bu ismni qabul qilmayapti. Bu yerda invalid redeclaration deyapti. Ya'ni ism ikkita bo'lib qoldi bu yerda. Bu yerda bitta ism, keyin bu yerda ism bo'lib qoldi. O'shaning uchun buni hozir katta harfda yozib qo'yaman. Ismni. Endi yana bitta yozamiz. Let familia. Familiyasini Karimov desak. Endi concentration qilamiz. Ikkita Asad Karimov qilib ikkalasini bitta qilib kerak. Shuning uchun hozir yana bitta let ochamiz. Endi buni nomlaymiz boshqacha nom qilib. To'liq ism deb olamiz buni. To'liq ism teng. Endi uni katta harfdagi ism bilan plus ikkita qo'sh tirnoq ochib olib turib, yana plus qilib turib, endi familiyani yozamiz. Familiya. Mana shu ism plus qo'sh tirnoq, ikkita qo'sh tirnoq degani mana bu ikkita string degani, bu ikkita tepadagi Asad bitta string, keyingi qo'sh tirnoq Karimov u string. Ikkalasini plus qilib ism bilan familiyani qo'shyapti shunaqa qilib. Endi bu yerga print qilamizda. Print to'liq ismni qilamiz. To'liq ism. Print deb olsak, mana Asad Karimov deb chiqarib berdi. Stringni birlashtirdik, hozir concentration qildik. O'sha ikkita stringimiz bor edi. Let bilan hammasini let qilyapmiz. O'zgarmas qilyapmiz. Ism, familiya, ism Asad, familiya Karimov. Turib ikkita letni bitta qilib olyapmiz. Let qilib turib to'liq ism deb alohida nomlayapmiz. Yangi let qilib, keyin eski tepadagi ism bilan plus qo'sh tirnoq ochib turib, ikkita qo'sh tirnoq ochib turib, yana plus familiya deb turib, pastga print qavs ochida to'liq ismni yozsak, o'sha ikki tepadagi ism bilan familiyani bitta qilib Asad Karimov qilib chiqarib berdi. Bu endi concentration edi. Ikkita stringni bitta qilib birlashtirib yubordik. Keyingi qiladigan ishimiz string interpolation. Matn ichiga qiymat qo'shish, ya'ni boshqacha so'z qo'shish bittalik. O'zgartirmasdan o'shaning ichiga yangi matn qo'shish. String ichiga matn qo'shish. Buni nomini interpolation deymiz. Misol uchun yana let yozamiz. Ism
teng. Yana Asad yozsak hozirgina bo'lmaydi, tepada ishlatilgan u, o'shaning uchun boshqasini yozamiz. Ali let qilamiz. Endi yoshi endi bu int bo'lgani uchun int deb qo'yapmiz. Yoshi raqam bo'lgani uchun int qilyapmiz. Butun son int bo'lardi-yu. Emailda ism bor edi, u ham ikkita ishlatilganda bu yerda tepada. Bitta kichkina harfdagi i ishlatildi, keyin katta harfdagi i ishlatildi. Hozir yana i ishlatyapmiz. Shuning uchun endi buni ism emas, inglizcha nomlaylik, name qilib. Endi yoshni ham inglizchasi qanaqa bo'lardi? Old. Endi print qilamiz. Qavs ochib, ikkitali qo'sh tirnoq, deb turib ichiga gap yozamiz endi bunga. Mening ismim deb turib, qirrali yotoq ustun qo'yib turib, yana qavs ochib turib, name yozamiz, ismini tepadagi Ali bor edi-yu, o'shani yozamiz. Va yoshim old, yoshini yozdik endi 25 da. Mana shunaqangi orasiga gap qo'shmoqchi bo'lsak, ikkitali qavs ochgandan keyin ikkitali qo'sh tirnoq ochib gapni yozib ketib turib, oxiriga ham yana qo'sh tirnoqni yozib qo'ysak bo'ldi qavs bilan. Orasiga o'sha stringdagi elementimizning nomini yozib qo'yamiz, name. Faqat uni qavs ichida bo'lishi kerak, keyin oldidan yotoq ustun qo'yib qo'yish kerak. Mana bu yerga ham old bor edi, qavs ichida yonida yotoq ustun bo'lishi kerak. Qani buni ham print qilib ko'raylikchi. Mening ismim Ali va yoshim 25 da deb qo'ysam yerga. 25 da bo'lib qoladi shunda. Yoshda. Mana. Yoshim 25 da. Bo'ldi. Oxirgi mana dani qo'yib qo'ydim. Shuna qilib string ichiga matn qo'shish interpolation'da o'rganib oldik mana. Shuna qilib tushunarli qilib kod yozish mumkin shuna qilib. Keyingisi matn uzunligi. Endi count qilamiz. Buni raqamini chiqaramiz. Misol uchun yana let matn yana string ma'lumot Swift deylik. Hop, endi print. Belgilar soni. Qirrali yotoq ustun va qavs ichida matn. Mana bu matnni yozdim, Swift degandi nomi. Matn nuqta count qilamiz. Belgilar soni 5 deyapti mana. Ya'ni 1 2 3 4 5 deyapti. Mana matn va Swiftda mana qo'sh tirnoq ichidagi belgilar sonini aytyapman. Swiftda nechta belgi borligini aytyapti. Sanayapti. Hozir mana shuni qo'shsam agar Swiftlar deb qo'ysam misol uchun endi 3 ta qo'shildimi? Mana 8 bo'lib qoldi endi. Matnlar, Swiftlar desam Swiftlar va kodlar deb ya'ni gap qo'shsam yana cho'zilyapti. 8 ta emas, endi 18 ta bo'lib ketdi. Shunaqa. Matnda, ya'ni mana shu Swiftlar degan matn nomi shunaqa edi. Shuni belgilar dedim. Endi bu prosta matn qo'shdik, buni ahamiyati yo'q bu qo'sh tirnoqdagilarda. Asosan mana matn. Matnda ichida Swift bu elementlar soni nechtaligini sanab beradi, count sanash degani 18 ta deyordi. Endi boshqatdan qilay, 8 ta bo'lish kerak edi. Mana 8 ta Swiftlar endi
Swift degan qo'yib qo'ysam 5 ta. Belgilar soni 5. Agar men count qilib turib mana shu merga taqib qo'ysam bo'larmikin? 5 ta bo'ladi o'shanda. Bo'lar ekan. Belgilar soni 5 ta bo'ldi mana. Shunaqa qilib matn qo'shsak bo'ladi. O'zimiz kodimizga hech qanaqa qilib tushunish uchun oson bo'ladi shunda. Count shu sanab beradi belgilar sonini, matn uzunligini, qancha agar bundan ashuncha yana qanchadir juda ham sanash qiyin bo'lgan ko'p belgilar, elementlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa matn qilib turib nuqta count qilib qo'ysanglar bo'ldi. O'shanda nechta element borligini bilib olasizlar osongina. Keyingi o'rganadiganimiz katta va kichik harflar. Katta va kichik harflar. Misol uchun let matn. Men matnda kichkina harf tegisini yozdim, endi bu yerga katta harf tegisini yozyapman. Teng ikkitali qo'sh tirnoq Swift darslari. Hozir bunda Swiftda bitta bosh harfi katta, darslarda ham D bitta harf, boshdagi harf katta. Endi buni print qilamiz. Qaus ochib turib matn nuqta endi bu yerga katta harflarga nima qilib qo'y. Upper case, ya'ni katta harf degani. Yoki bo'lsam lower case, kichkina harf degani. Upper case katta harf, lower case kichkina harf. Hozir biz bunga matn deymizda, print matn. Misol uchun upper case qildi. Qani buni? Men ama kichkina harf degan matnni yozmayotgancha mana Swiftda. O'shani katta harf qo'ydi. Endi u matnni bunisini qilamiz, katta harf degan oxirgini. Matn mana uni qildi. Agar men kichkina harf tiqsam, mana kichkina tepadagini belgilab olyapti o'zi tayyor. Ko'rsatib, qaysini kodlashtirayotganini ko'rsatib beryapti. Shuni hozir katta harf qilib ber deyapman ekan. Hozir menga mana oxirgi, mana uni matnda katta harf qilib berish kerak menga. Swift darslari hammasi katta harfda bo'lib berdi. Yoki bo'lsam, yana xuddi shuni print qilib turib, yana qaus ochib, yana matn nuqta endi kichkina harf lower case qilamiz. Lower case kichkina harflar emas, S'lar ham, D'lar ham hammasi endi Swift darslari mana hammasi kichkina harfda bo'ldi. Lower case bo'ldi, kichkina harflarda bo'ldi. Endi shu stringingizdagi ma'lumotlarni hammasini katta harfda qilish kerak bo'lsa, shuna qilib lower case, upper case qilib ishlatishingiz mumkin. Bu ham oson ancha. Keyingisi bo'sh stringni tekshirish. Misol uchun yana let matnda yozdim hammasini, katta harfini ham, kichkina harfini ham. Endi boshqacha so'z yozishim kerak bu yerga. Nom deylik, misol uchun teng ikkitali qo'sh tirnoq ochib olamiz. Bo'sh matn, ya'ni string bor mana bu. Bu yerda hech qanaqa hech bola yo'q, bo'sh. Turmalis harflar hech bola yo'q, bo'sh string. Bo'sh string. Endi if deymiz. If degan agar degani matn, agar matn is empty, agar matn bo'sh bo'lsa deyapti. Bo'sh joy tashlab turib, endi uchli qaus ochib turib, bitta pastga tushamiz. Print yana qaus ochib turib, qo'sh tirnoq matn yana mana uni qoldim. Matn nom qilish kerak edi. Mana bo'ldi, to'g'ri.
nomi yo'q deylik. Ya'ni nomi yo'q. Ya'ni bo'm-bo'sh o'shanga aytyapman. Nomi yo'q. Else degani yoki degani. Yoki bo'lmasam yoki deb turib, yana uchli qavs ochib turib, yana bitta pastga tushamizda print qilamiz. Yana qavs ochib turib, matn bor deb qo'yamiz. Agar matn yo'q bo'lsa, nom yo'q chiqadi. Agar matn nimadir bo'lsa, matn bor deb chiqadi. Endi mana bitta print bosamiz, nomi yo'q deyapti mana. Oxirgisini. Hozir oxirgini amalda qilyapmiz shunga. Tepadagilarni qilib olganmiz. Nomi yo'q deyapti mana. Mana bo'm-bo'sh joyda nomi yo'q deyapti. Agarda bu yerga men nimadir deb yozadigan bo'lsam, bu yerda matn bor bo'lib qoldi-yu, endi hozir yo'q edi, endi borib qoldi. Matn bor qilib turib, endi yozib turib, print qiladigan bo'lsam, endi matn bor deyapti mana. Sababi agar nomda is empty agar bo'sh bo'lsa, bu yerga printda nomi yo'q deb chiqar deb yozgandim. Agar nom is empty agar bo'sh bo'lsa, nom yo'q deb chiqar degandim. Yoki bo'lmasam deb turib yana printga matn bor deb chiqar degandim. O'shaning uchun matn bor bu yerga. Salom degan matn bor deb chiqdi. O'zi if else is empty lardan ham alohida o'tish kerak. Hozir bu stringga aloqador joyi borligi uchun buni ham qo'shib o'tib ketyapmiz. Hozir bu qiyinga o'xshab tuyulmasin. Bu ham oson o'zi aslida. If else larni ham yana boshqatdan yaxshilab o'tamiz. Keyingisi belgini olish. Ya'ni karakter. Let belgi teng mana shuni yozaylik misol uchun. Mana shu belgini yo'q, hozir bizga ko'proq belgi kerak, o'shaning uchun boshqacha so'z yozamiz. Aziz deymiz misol uchun. Let birinchi harf. Belgi deymizda nuqta first. Bu yerga yozib qo'ying, nuqta first degan amalda bajaramiz bu yerda. Print qilib turib birinchi harf. Ya'ni aziz degandagi birinchi harfni chiqar deyapmiz. First bilan. Optional A. Mana hozir azizdagi birinchi harf A. O'shani chiqarib beryapti. First. Buni keyingisi substring olish. Qisman matn degani. Let matn 1 deylik. Salom dunyo. Keyingisi let start deb nomlaymiz endi buni. Teng matn 1
start index qilamiz. Keyin let qilib turib end teng matn 1 nuqta index qavs ochib start virgul offset by 4 turib pastga tushamiz. Keyin let qisqa matn teng matn 1 qirrali qavs start 3 nuqta end bilan tugatamizda print qisqa matn qilamiz. Ikkita bo'lib qolibdi. Nuqta print qisqa matn. Salom. Ya'ni bu yerga 4 ta dediku 0 1 2 3 4 bu yerda string bo'lgan array bo'lgani uchun arrayda 4 tasini chiqar deyapmiz. Matnda faqatgina 4 ta indeks bo'yicha 0 1 2 3 4 bo'lib boshlanadi bu yerda. Salomda 5 ta belgi bo'lgani bilan 5 ta harf belgi bo'lgani bilan indeks bo'yicha 0 1 2 3 4 qilib sanaydi. 0 dan boshlab sanaydi, 1 dan emas. Shuning uchun 4 ta 4 gacha salom bo'lyapti. Agarda biz buni 3 deb qo'yadigan bo'lsam, omma tushib qoladi, salom bo'lib qoladi. Mana 3 ta indeks, lekin 0 bilan boshlangani uchun 0 1 2 3 bo'lyapti-da. 1 2 3 4 emas. 0 1 2 3 bo'lyapti. O'shaning uchun salom yozyapti xolos. Agar buni bitta desam s o'zini yozmaydi. A ni ham qo'shib yozadi, chunki 0 1 ikkita. 0 1 0 bilan 1. 0 ham hisoblanadi, 1 ham hisoblanadi. Shunisi bor o'shaning uchun. O'zi bu yerda salom da 5 ta bo'lgani bilan 4 ta indeks chiqaryapti. 4 gacha indeks 0 ham hisoblangani uchun. Endi bunisi sal murakkabroq bo'ldi. Hozir shuni tushuntirishga harakat qilaman. Start boshlanishi, start index dedim, o'sha matnda boshi. Ya'ni o'sha 0 dan boshlanyapti joyi. Matn 1 nuqta start index. Index o'sha 0 degani, 0 dan boshlanyapti degani let end. Oxiri matn 1 da indeksi start boshlanishidan offense set by ketma-ketligi bo'yicha 4-indeksgacha deyapman. Shuni o'zgartirsa bo'ladi. Hozir o'zgartirdik ham. Endi uni nomlayapmiz. Qancha qilishimizni qisqa matnda print qilishimiz uchun qisqa matn deb nomlab olib turib chiqaryapmiz. Teng matn start to end. Boshidan oxirigacha 4 tani chiqaryapti mana. Qisqa matn qilib turib matn 1 da boshidan oxirigacha. Boshidan oxirigacha deb qo'yma. Offense set by offset by'larda olib tashlasa oxirigacha chiqarib qo'yadi. Offset by 4 larda qo'yganimiz uchun faqatgina 4-indeksgachasini chiqarib beryapti. Endi print qisqa matn qilganimiz bu pastga konsolga chiqarib beryapti. Indeks bo'yicha matnimizni. Endi keyingisi string ichida matn borligini tekshirish. Misol uchun let matn 2 deb olamiz endi buni. Ikkitali qovus Swift dasturlash tili deb shuni yozib qo'ydim endi. Prosta gap endi. If deymiz. Agar matn 2 da contains
o'z ichiga olsa degani, ya'ni bor bo'lsa degani, contains degani bor bo'lsa. Bor yo'qligini tekshiryapmiz, o'shaning uchun contains degani o'z ichiga olmoq degani. Qavs sochamiz. Qirrali ikkita qo'sh tirnoq. Dasturlash. Endi qirrali qavs ochib turib, pastga tushamiz. Print. Qavs ochib. Xato ketdi. Ikkitali qo'sh tirnoq. Bu dasturlash haqida deb olamiz. Else yoki yana qirrali qavs pastga tushib print yana qavs boshqa mavzu deb qo'yamiz. Qani endi konsulga bu dasturlash haqida. Ya'ni matn 2 Swift dasturlash tili. Matn 2 contains o'z ichiga olsa, dasturlash ichiga olsa, bu dasturlash haqida yoki bo'lmasam bu boshqa mavzu deyapti. Bas. Bu yerga misol uchun music boshqa narsani yozib qo'ysamda endi. Yoki bo'lmasam deganda nima deyapti? Boshqa mavzu deyapti endi mana. Boshqa mavzu. Mana hozir Swift degan ichida dasturlash degan nima bor? So'z bor. O'shaning uchun shuni bor bo'lsa, dasturlash haqida degan matnni olyapti. Bu dasturlash haqida deb chiqaryapti. Yoki bo'lmasam Swift deganni ham yozib ko'raychi. Mana bu dasturlash haqida. Bu matn ichida, matn 2 ichida Swift degan so'z bor. O'shaning uchun bu dasturlash haqida deganni olyapti. Agar bu boshqa so'zni yozsam yoki deb turib boshqa mavzu deganni chiqarib qo'yadi. Matn ichida belgilarni tekshirish, bor yoki yo'qligini so'rasangiz, mana shu yerga yozsangiz, bor bo'lsa ha deb true deb chiqaradi yoki bo'lmasam yo'q deb chiqaradi. Men yerga ham agar dasturlash haqida yoki boshqa mavzu deb yozsam, o'zi true false qilib chiqarib beradi buni. Keyingisi matnni bo'lish. Misol uchun let biron bir gapni aytadigan bo'lsak, men Swift o'rganyapman desak, men Swift o'rganyapman dedi. So'zlar teng gap nuqta split qavs ochamiz, separator deb turib 2 nuqta qo'sh tirnoq ochsak, bo'sh qo'sh tirnoq, keyin print qavs ochib so'zlarni print qilamiz, konsolga chiqaramiz. Men Swift o'rganyapman. Mana shu o'rganyapmanni o'zini yozmasam bo'lar ekan. Tushmayapti. Boshqadan print qilaman. Mana shuni hozir men Swift o'rganyapman degan bitta gapni men alohida qo'sh tirnoq qoldi, Swift alohida qo'sh tirnoq alohida string qildi, o'rganyapman alohida string qildi. Ajratdi, separate qildi, ajratdi. Men alohida, Swift alohida, virgullari bilan o'rganyapman alohida 3 ta bo'lgani uchun. Agar buni yana ko'paytira olsam yana bo'lib qolaveradi. Men Swift o'rganyapman. Qaysini stringlarni o'rganyapman? Swift kursida deylik. Stringlarni o'rganyapman.
yapman deylik. Endi buni ham yana print qilib ko'ramiz. Buni ham alohida har birini bo'sh tirnoqqa olib qo'ydi, alohida string qilib qo'ydi. Bitta gapni har bitta so'zini alohida stringga olib qo'yapti. Mana so'zlar bilan. Yangi so'zlar degandoshi bir gapni, butun boshli gapni so'z qilib qo'yapmiz-da. So'zlar degan yangi let ochib turib, gap nuqta split separator bo'sh string qilasiz. Keyin so'zlarni print qilsangiz, pastga hammasini chiqarib beradi. Keyingisi string qilish. Bu bo'sh joylarni olib tashlash degani. Olib tashlash. Misol uchun let matn 3 deylik, endi ishlatmadik buni uchinchisini. Mana bo'sh tirnoq ochdim, yana bo'sh joy bor orada. Assalomu, yana bo'sh joy bor. Alaykum. Bo'sh joylar bor, haligi kereksiz bo'sh joylar bo'lib qolsa, hozir shuni bo'sh joylarni olib tashlashni o'rgatamiz. Biz alohida o'chirib emas, kod bilan o'chirishni o'rganamiz endi. Endi yana bitta let ochamizda. Tozalangan deylik. Tozalangan matn deymiz. Teng matn 3 da. Hozirgi matn 3 da. Mana matn 3 oxirgimiz. Nuqta trim qilamiz endi. Trimming characters in white space and new lines. In white space qildik. Endi print tozalangan matnni print qilsak, assalomu alaykum. Mana buni bo'sh joylarni olib qo'ydi. Keyingisi matnni boshqa tipga o'zgartirish. Misol uchun stringni intga o'zgartiradigan matnlarni qilamiz. Qani boshladik. Let matn tur teng stringli ma'lumot ichiga raqam yozib qo'yamiz. Misol uchun 100. If agarda let son bo'lsa teng int bo'lsa, shu matn tur qirali qovus ochib pastga tushib print qil deymiz. Sifatida son. Yoki bo'lmasam else yoki bo'lmasam matn tur
print qil. Matn o'zgarmadi. Print qiladigan bo'lsak, mana 100lik chiqib turibdi. +1 misol uchun 100 ga +1 da qo'shadigan bo'lsak, mana stringligi bo'lsa ham baribir 101 hisoblanyapti. String edi, lekin endi buni biz intga o'tkazib oldik. Mana matn to'ri boshida string edi. Bu yerda ham string. Endi bu intga o'zgarib oldi.